1 gramm go'sht solmasdan baqlajondan mazali kotletlar yoki burgerlar tayyorlaymiz. Baqlajonlarni po'stini tozalab, to'g'rab, tuzli suvga botirib qo'yamiz. Like bosib obuna bo'ling, birga ajoyib taomlar tayyorlaymiz. Baqlajonlarni suvini to'kib, chopperda maydalab olamiz. Suvini yaxshilab siqib, tuz, un, tuxum solib, kashabrazni massa qilib olamiz. Oldindan qizdirilgan yog'ga qoshiq bilan solib, ikki tomonni qizartirib olamiz. Ustiga videoda ko'rsatilgandek yog' sepib turilsa, ag'darishga oson bo'ladi. Eng mazali sousi uchun mayonezga chesnok maydalab, yaxshilab aralashtiramiz. Kotlet ustiga sous suramiz. Barrak to'g'ralgan pomidordan qo'yamiz va salat bargidan qo'yib, ustiga ikkinchi kotletni qo'yamiz. Go'shtim yo'q, nima ovqat qilsam ekan deb o'ylab o'tirgan kelinjonlarga albatta yuborib qo'ying. Ularga ham manfaatli bo'lsin.